Hi guys, salom do'stlar. Yana bitta bonus darsimiz bor bugun sizlar bilan. U ham katta mavzu darsda o'tirmaydi, shuning uchun bonus sifatida o'tib ketyapman. Xo'p, numberlarni bilamiz, to'g'rimi? Hammamiz raqamlar ikki xil bo'ladi: sanoq sonlar va tartib sonlar. Buyurishlarni ko'rib chiqamiz. Okay, katta. I can understand and say numbers. Xo'p, raqamlar. Bilamiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nasıl eshitasiz albatta 18, 19, 20, bu yoqda уже na yo'q. 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Xo'p, 20gacha bilamiz. Mana buni bu yoqda endi qo'shib ketmoqchi bo'lsak, xuddi o'zbekchaga o'xshaydi. 66 demoqchi bo'lsam, birinchi 60 ni aytaman, keyin 6 ni. 66. 83 desam, birinchi 80, keyin 3. 83. 97. 97 deb aytaman. Xo'p, endi keyingisi 100. 100. 100 yoki 100 desam bo'ladi. Endi 200 desam, qarang, 200 aytilishi kerak. 200. 500. 500. Endi 120. 120. 230. 230. 545. 545. 545 holatida bo'ladi. Tushuntira oldimmi? 101. 101. 140. 140. 200. 200. 200 emas deb qo'ygan. Endi 1000. 1000. 1050. 1050. Endi 1070 bo'lsa-chi? 170. Endi 1250. 1250. Endi 1100 desam 1100. 1144 desamchi 1144 aytaman. 1144. Xo'p, endi 2000. 2000. Xo'p, 6000. 6000. 6400 bo'lsa-chi? 600. 6400. 8700 bo'lsa-chi? 8700 holatida bo'ladi. Xo'p, endi 100,000 bo'lsa-chi? 100. 100,000. 1 million, 1 million, 2 million, 2 million holatda ketadi ekan. Endi bizda qaranglar, about degan narsa bor. Buni haqida deb o'rganganmiz, to'g'rimi? Endi aboutni yana boshqa ma'nosi bor. Bu taxminan degani. About 1 million desam, taxminan 1 million. About 2 desam, taxminan 2 ta degan ma'noda keladi. Endi keyingi biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzu bu ordinal numbers. Ordinal numbers bu tartib raqamlari. Tartib raqamlari bilasiz, o'zi odatda ch qo'shimchasi qo'shiladi, ya'ni th bu inchini beradi. Lekin bizda irregular, har bitta o'zi so'z turkumining irregular shakli bor. Numberda ham irregular shakllar bor. Ya'ni nomuntazam shakllar va nomuntazam shaklga kiradiganlarda o'zini shakli bo'ladi. 1, 2, 3 o'sha irregular number hisoblanadi, ya'ni ularga ch qo'shilmaydi, o'zini shakli bo'ladi. 1, 1 birinchi bo'lsa first bo'ladi. O'zi aslida once bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Qoida bo'yicha unaqa emas. 2, 2 ikkinchi second bo'ladi. 3, 3 third uchinchi bo'ladi. Endi 4, third, fourth to'rtinchi. 5, 5 fifth beshinchi. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 u yog'iga o'sha th qo'shilib ketaveradi. Endi 21, ya'ni bir yo'zi alohida aytilyaptimi? Ya'ni demak ma'nolar ketadi. 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 30, 30th, 31, 31st, 35, 30 fifth, 42, 42nd deb turib beriladi ekan. Demak, biz bu mavzularni katta mavzu qilib o'tmaganligimiz uchun bular sizga bonus dars sifatida berilyapti. Xo'p, umid qilaman siz uchun foydali bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Hammaga rahmat. Bye.